Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men pensiya olayotgan har bir inson uchun juda muhim bo'lgan masalani sodda tilda tushuntirib beraman. Gap pensiyaga qo'shimcha to'lovlar, ustamalar, kompensatsiyalar va ayrim hollarda pensionerning o'zi bilmagani uchun ololmay qolayotgan pullar haqida ketadi. Men darhol aytaman, bu ma'lumotni oxirigacha eshiting. Chunki bu faqat bugungi pensionerlarga emas, ertaga pensiyaga chiqadigan har bir odamga ham tegishli. Ko'pchilik menga pensiya tayinlangan, demak hammasi avtomatik hisoblanadi deb o'ylaydi. Afsuski amaliyotda har doim ham shunday emas. Ba'zi qo'shimcha to'lovlar uchun ariza, hujjat, tasdiq yoki qayta hisoblash talab qilinadi. Agar sizning oilangizda pensioner bo'lsa, ota-onangiz, bobo-buvingiz, qo'shningiz yoki tanishingiz pensiya olsa, bu videoni ularga ham yetkazish juda muhim. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki shunday ma'lumotlar ko'proq odamga yetib borsa, ko'p pensionerlar o'z haqini talab qilishni o'rganadi. Men ko'p murojaatlarda bir xil holatni ko'raman. Pensioner yillar davomida bir xil miqdorda pensiya olib yuradi, lekin keyin bilib qoladiki, unga qo'shimcha ustama, qayta hisoblash ish staji bo'yicha farq. Nogironlik holati bo'yicha to'lov boquvchisini yo'qotganlik bilan bog'liq qo'shimcha yoki boshqa imtiyoz tegishli bo'lishi mumkin ekan. Eng achinarlisi, odam buni kech biladi. Hujjat olib borilmagan, ariza yozilmagan. Ma'lumotlar bazasida xato bo'lgan yoki kimdir sizga tegishli emas deb og'zaki aytib yuborgan. Oldin ko'p ishlar qog'oz hujjatlar orqali yuritilgan. Mehnat daftarchasi ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma, bolalar soni, nogironlik guruhi, urush va mehnat faxriyligi, yolg'iz yashashi, parvarishga muhtojligi kabi holatlar alohida tasdiqlanar edi. Pensioner hujjat topshirsa ko'rilardi, topshirmasa ko'pincha hech kim ortdan yugurib yurmasdi. Hozir esa davlat xizmatlari, elektron bazalar, idoralararo almashinuv kuchaydi. Lekin shuni unutmaslik kerak. Elektron tizim borligi hamma narsa avtomatik to'g'ri tushadi degani emas. Bazada familiya xato yozilgan bo'lishi mumkin. Ish staji kiritilmagan bo'lishi mumkin. Eski korxona arxiv ma'lumoti yo'qolgan bo'lishi mumkin. Nogironlik yoki boshqa maqom haqidagi ma'lumot vaqtida yangilanmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensiyaga qo'shimcha to'lovni pensionerlardan yashirishmoqda degan gapni men bitta ma'noda tushuntiraman. Ko'pincha pensionerlar o'zlariga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan to'lovlar haqida yetarli axborot olmaydi. Ba'zan idoraga borgan odamga juda qisqa javob beriladi. Ba'zan xodim hamma narsani batafsil tushuntirishga vaqt ajratmaydi. Ba'zan pensionerning o'zi savolni qanday berishni bilmaydi. Natijada pul bor, lekin odam uni talab qilish tartibini bilmagani uchun olmay qoladi. Birinchi navbatda pensiyaga qo'shimcha to'lov deganda bitta narsani emas, bir nechta turdagi holatlarni tushunish kerak. Men sizga sodda qilib ajratib beraman. Birinchisi, pensiyani qayta hisoblash. Masalan, odam pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlagan bo'lishi mumkin yoki oldingi ish stajining bir qism hujjatlarda inobatga olinmagan bo'lishi mumkin. Agar keyinroq arxivdan ma'lumot topilsa, ish staji yoki ish haqi ko'rsatkichi tasdiqlansa, pensiya miqdori oshishi mumkin. Ikkinchisi, ustamalar. Ayrim toifadagi pensionerlarga qonunchilikda belgilangan asoslarda qo'shimcha ustama berilishi mumkin. Bu har bir pensionerga bir xil beriladi degani emas. Kimga tegishli bo'lishi uning maqomi, sog'lig'i, mehnat faoliyati, oilaviy holati va boshqa hujjatlariga bog'liq. Uchinchisi, kompensatsiya va qo'shimcha yordamlar. Bular ayrim davrlarda kommunal to'lovlar, ijtimoiy himoya, parvarish, nogironlik yoki kam ta'minlanganlik bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Kimlar albatta e'tibor berish kerak? Eng avvalo, pensiya miqdori juda past bo'lganlar. Masalan, bir pensioner 900 ming so'm yoki 1 million 1 ming so'm atrofida pensiya olayotgan bo'lsa, u o'z hisob kitobini tekshirtirib ko'rishi kerak. Men bunday odamga sizda albatta xato bor demayman. Lekin past pensiyada har bir yil staj, har bir ma'lumotnoma, har bir ustama juda muhim. Ikkinchi guruh uzoq yillar ishlagan, lekin pensiyasi kutilganidan kam chiqqan odamlar. Masalan, odam 35 yil ishlagan, zavodda, maktabda, shifoxonada, kolxozda yoki qurilishda mehnat qilgan, lekin pensiyasi atigi 1 million 300 ming so'm bo'lsa, savol tug'iladi. Hamma staj kiritilganmi? Ish haqi to'g'ri olinganmi? Imtiyozli davrlar hisoblanganmi? Uchinchi guruh, nogironligi bo'lgan pensionerlar. Nogironlik guruhi o'zgargan bo'lishi mumkin. Tibbiy mehnat ekspert komissiyasi qarori yangilangan bo'lishi mumkin. Lekin pensiya yoki qo'shimcha
to'lov qayta ko'rib chiqilmagan bo'lishi ehtimoli bor. 4-guruh yolg'iz yashaydigan keksalar. Ba'zi ijtimoiy yordamlar. Parvarish bilan bog'liq xizmatlar yoki moddiy yordamlar aynan shunday holatlarda ko'rib chiqiladi. 5-guruh boquvchisini yo'qotgan oilalar. Ba'zan bir oilada farzand, turmush o'rtoq yoki ota-ona boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Lekin keyinchalik yosh, o'qish, nogironlik yoki boshqa holatlar o'zgarganda qayta rasmiylashtirish kerak bo'ladi. Keling, aniq misol bilan tushuntiraman. Birinchi misol. 68 yoshli ayol 22 yil ish staji bilan pensiya oladi. Pensiya tayinlangan paytda uning mehnat daftarchasida 1905 yildan 1991 yilgacha ishlagan davri bor, lekin korxona yopilgan, arxiv ma'lumoti olib kelinmagan. Shu sababli u davr to'liq hisobga olinmagan. Ayol yillar davomida hammasi shunaqa bo'lsa kerak deb yuradi. Keyin farzandi arxivga murojaat qiladi. Eski ish joyi bo'yicha ma'lumotnoma topiladi. Agar shu davr qonunchilikka muvofiq tasdiqlansa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Farq oyiga 100 ming so'm bo'lishi ham mumkin. 200 ming so'm bo'lishi ham mumkin. Bir qarashda bu juda katta pul emasdek tuyuladi. Lekin bir yilda 1 million 200 ming yoki 2 million 400 ming so'm degani. Keksalar uchun bu dori darmon, oziq ovqat yoki kommunal to'lovga juda katta yordam. Ikkinchi misol. Erkak kishi 60 yoshdan keyin ham ishlashda davom etgan. U pensiya oladi, lekin 3 yil yana rasmiy ishlaydi. Ko'p odam shunday deb o'ylaydi. Men ishlayapman, demak tizim o'zi hisoblaydi. Lekin ayrim holatlarda qayta hisoblash tartibi. Muddat va hujjatlar bo'yicha murojaat qilish zarur bo'ladi. Agar odam ish staji yoki sug'urta badallari inobatga olinishi mumkin bo'lgan davrni tekshirtirmasa, pensiya eski hisobda qolishi ehtimoli bor. Shuning uchun ishlayotgan pensionerlar yiliga kamida bir marta o'z pensiya ishini tekshirtirib qo'yish kerak. 3-misol. 72 yoshli pensionerning turmush o'rtog'i vafot etgan. U yolg'iz qolgan. Farzandlari boshqa viloyatda yashaydi. Ayol o'zini faqat qarlik pensiyasiga haqli deb biladi. Lekin uning ijtimoiy holati, daromadi, yolg'iz yashashi, sog'lig'i, parvarishga ehtiyoji bo'yicha mahalla ijtimoiy himoya organlari yoki tegishli xizmatlar orqali ayrim yordam masalalari ko'rilishi mumkin. Bu har doim pensiyaning o'ziga qo'shiladigan doimiy pul bo'lmasligi mumkin. Lekin yordam, nafaqa, kompensatsiya, ijtimoiy xizmat yoki bir martalik moddiy ko'mak bo'lishi mumkin. Ko'pchilik mana shu farqni bilmaydi. 4-misol, fuqaro nogironlik pensiyasi oladi. Bir muddatdan keyin uning sog'lig'i yomonlashib, guruhi o'zgargan yoki parvarishga muhtojligi kuchaygan. Lekin u eski pensiya miqdorida qolgan. Nega? Chunki tibbiy hujjat bor, lekin pensiya organiga o'z vaqtida taqdim etilmagan yoki ma'lumotlar almashinuvida kechikish bo'lgan. Shuning uchun nogironligi bo'lgan pensionerlar har bir guruh o'zgarishi, tibbiy xulosa yangilanishi, parvarish zarurati paydo bo'lishi bilan darhol rasmiy murojaat qilishi kerak. Kimlar xavotir olmasligi mumkin. Agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, barcha ish stajingiz elektron bazada to'liq ko'rinsa, mehnat daftarchangizdagi davrlar tekshirilgan bo'lsa, pensiya tayinlash qarori sizga tushuntirilgan bo'lsa, sizda qo'shimcha maqom, nogironlik, yolg'iz yashash, boquvchisini yo'qotish, arxivdan topilmagan staj kabi holatlar bo'lmasa, albatta vaymaga tushish shart emas. Lekin baribir men har bir pensionerga pensiya hisob kitobini hech bo'lmasa bir marta to'liq ko'rib chiqishni maslahat beraman. Chunki xato bo'lmasa xotirjam bo'lasiz. Xato bo'lsa uni tuzatish imkoniyati paydo bo'ladi. Endi eng muhim istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, og'zaki javobga ishonib qolmang. Siz idoraga borasiz, navbat ko'p xodim band, siz so'raysiz, menga qo'shimcha to'lov bormi? U esa yo'q deydi. Shu bilan masala yopilgandek bo'ladi. Lekin huquqiy jihatdan eng kuchli narsa yozma murojaat va yozma javobdir. Agar siz yozma ariza bersangiz, idora sizning pensiya ishingizni ko'rib, asosli javob berishi kerak. Sizga tegishli emas desa, nima uchun tegishli emasligini ko'rsatish kerak. Hujjat yetishmaydi desa, qaysi hujjat kerakligini yozish kerak. Qayta hisoblash mumkin desa, qaysi sanadan va qanday tartibda ekanini tushuntirish kerak. Ikkinchi nozik jihat, hamma qo'shimcha to'lov ham avtomatik berilmaydi. Ayrimlari ma'lumotlar bazasi orqali aniqlanishi mumkin. Ayrimlari esa faqat ariza va hujjat asosida ko'riladi. Masalan, arxivdagi eski ish haqi ma'lumotnomasi tizimda o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi. Siz topib olib kelmasangiz yoki so'rov berilmasa, pensiya organi uni bilmasligi mumkin.
Shuning uchun davlat hammasini biladi degan tushuncha har doim ham to'g'ri emas. Uchinchi nozik jihat, muddat masalasi ba'zi to'lovlar murojaat qilingan kundan boshlab tayinlanadi. Ba'zi hollarda oldingi davr uchun ham qayta hisoblash yoki farq to'lash masalasi ko'rilishi mumkin. Lekin bu aniq holat, qonuniy asos va hujjatga bog'liq. Shuning uchun kechiktirish zarar. Agar bugun huquqingiz borligini sezsangiz, keyingi oy boraman demang. Har oy kechiksangiz, ehtimoliy farq ham kechikadi. To'rtinchi nozik jihat, stajni isbotlash. Eski davrdagi ish joylari yopilgan, nomi o'zgargan, arxivga topshirilgan bo'lishi mumkin. Ba'zan mehnat daftarchasida muhr tushunarsiz, sana noto'g'ri, lavozim yozilmagan, buyruq raqami ko'rsatilmagan bo'ladi. Bunday holatda odam bo'ldi, endi hisoblanmaydi deb o'ylamasin. Arxiv sobiq korxonaning huquqiy vorisi tuman yoki viloyat arxivlari. Ayrim hollarda sud orqali ish stajini tasdiqlash imkoniyatlari bo'lishi mumkin. Men buni oson deyotganim yo'q, lekin imkoniyat borligini bilish kerak. 5-nozik jihat, turli to'lovlar bir-biriga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, bir kishi bir vaqtning o'zida bir nechta ijtimoiy yordamga ariza beradi. Ayrim yordamlar daromad darajasiga bog'liq bo'ladi. Pensiya oshsa boshqa yordam bo'yicha hisob-kitob o'zgarishi mumkin. Yoki bir turdagi nafaqa tanlansa, boshqa turdagi to'lov bilan birga berilmasligi mumkin. Shuning uchun qaror qabul qilishdan oldin menga qaysi variant foydaliroq deb so'rash kerak. Faqat bitta javobga qarab shoshilmang. 6-nozik jihat, hammaniki oshdi, menikisi nega oshmadi degan savol. Pensiya oshirilganda umumiy indeksatsiya bo'lishi mumkin, lekin qo'shimcha ustamalar eng kam miqdorlar. Alohida toifalar bo'yicha o'zgarishlar har xil ta'sir qiladi. Kimdir 100 ming so'm ko'proq oladi, kimdir 200 ming so'm. Sababi pensiya tarkibi har xil. Asosiy pensiya ustama, kompensatsiya qo'shimcha to'lov, oldingi qayta hisoblashlar. Shuning uchun qo'shningizning pensiyasi bilan o'zingiznikini oddiy solishtirish har doim ham to'g'ri natija bermaydi. To'g'ri yo'l o'z hisobingizni alohida tekshirtirish. 7-nozik jihat. Bank kartasi va naqd pul masalasi. Ba'zan pensioner kartaga tushgan summani ko'radi, lekin aynan nima uchun qancha tushganini bilmaydi. Bir oy ko'proq tushadi, keyingi oy kamroq tushadi. Odam meni aldashdi deb o'ylaydi. Aslida bu qayta hisoblash farqi. Bir martalik to'lov, qarzdorlik ushlab qolish, kartadagi xizmat, aliment yoki boshqa ushlab qolishlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun bankdan tushum tarixi, pensiya organidan esa pensiya miqdori va tarkibi bo'yicha ma'lumot so'rash kerak. 8-nozik jihat, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Pensiyaga qo'shimcha to'lov mavzusi dolzarb bo'lgani uchun ba'zi odamlar men sizga pul chiqarib beraman, oldindan haq bering deb yurishi mumkin. Hech qachon begona odamga pasport nusxangizni, bank karta raqamingizni, SMS kodni, plastik kartangizning amal qilish muddatini bermang. Davlat xizmatlari, pensiya organlari, mahalla yoki ijtimoiy himoya idoralariga rasmiy murojaat qiling. Agar kimdir sizdan qo'shimcha to'lovni olish uchun karta kodingizni ayting desa, bu katta xavf belgisi. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, pensiya miqdoringiz va tarkibini bilib oling. Faqat kartaga qancha pul tushganini bilish yetarli emas. Sizga pensiya qanday hisoblangan, qaysi stajlar kiritilgan, qaysi ish haqi davri olingan, qanday ustamalar mavjud, qanday qo'shimcha to'lovlar berilmoqda yoki berilmayapti. Shuni aniqlash kerak. Ikkinchi qadam, hujjatlarni yig'ing. Eng asosiy hujjatlar pasport yoki egada pensiya guvohnomasi yoki pensiya oluvchi ekaningizni tasdiqlovchi hujjat, mehnat daftarchasi, eski ish joylari bo'yicha ma'lumotnomalar, arxiv hujjatlari, ish haqi haqidagi ma'lumotnomalar, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa bo'lsa, uning nusxasi. Boquvchisini yo'qotganlik holatida o'lim guvohnomasi va qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, yolg'iz yashash yoki ijtimoiy holat bo'yicha mahalla ma'lumotnomalari. Hamma holat bir xil emas. Shuning uchun sizga kerakli ro'yxatni rasmiy idoradan yozma tarzda aniqlashtirish foydali. 3-qadam, yozma ariza bering. Arizada juda murakkab gaplar shart emas. Mazmuni shunday bo'lishi mumkin. Mening pensiya ishimni qayta ko'rib chiqishingizni, ish stajim, ish haqi ma'lumotlarim, mavjud ustamalar va qo'shimcha to'lovlarga bo'lgan huquqimni tekshirishingizni so'rayman. Natijasi bo'yicha yozma javob berishingizni so'rayman. Agar aniq holatingiz bo'lsa, masalan, 1937 yildan 1993 yilgacha ishlagan davrim hisobga olinmagan bo'lishi mumkin deb yozing. Agar nogironlik guruhi o'zgargan bo'lsa,
Nogironlik guruhim o'zgargani sababli pensiyamni qayta hisoblashni so'rayman deb yozing. 4-qadam. Arizani topshirganingizni isbotlab qo'ying. Agar idoraga borib topshirsangiz qabul qilingan sana. Kirim raqami yoki nusxangizga belgi qo'yilishini so'rang. Agar elektron tarzda yuborsangiz, yuborilganligi haqida tasdiqni saqlang. Bu juda muhim. Chunki keyin men murojaat qilganman degan gap hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. 5-qadam. Javobni diqqat bilan o'qing. Agar javobda tegishli emas deyilsa, nima uchun tegishli emasligini ko'ring. Qaysi qonuniy asos, qaysi hujjat yetishmasligi, qaysi davr hisobga olinmagani yozilgan bo'lishi kerak. Agar javob tushunarsiz bo'lsa, qayta tushuntirish so'rang. Agar arxiv ma'lumoti kerak deyilsa, qaysi arxivga murojaat qilishni aniqlang. Agar sud orqali tasdiqlash kerak deyilsa, yuridik maslahat oling. 6-qadam. Mahalla va ijtimoiy himoya tizimidan ham so'rang. Chunki pensiya olgan faqat pensiyani o'zini ko'rishi mumkin, lekin kam ta'minlanganlik, yolg'iz keksalarga yordam, parvarish xizmati, uy-joy sharoiti, dori-darmon yordami. Nogironligi bo'lgan shaxslar uchun vositalar kabi masalalar boshqa yo'nalishda ko'rib chiqilishi mumkin. Siz menga pensiyadan tashqari qanday ijtimoiy yordamlar mavjud deb alohida so'rashingiz kerak. 7-qadam. Har yili tekshiruv odatini qiling. Ayniqsa pensiya olayotgan odam ishlashda davom etsa, nogironlik guruhi o'zgarsa, turmush o'rtog'i vafot etsa, oila tarkibi o'zgarsa, boshqa hududga ko'chib o'tsa, eski ish staji bo'yicha yangi hujjat topilsa, darhol pensiya ishini qayta ko'rish masalasini ko'taring. Pensiya bir marta tayinlandi, endi umrbod o'zgarmaydi degan fikr noto'g'ri. 8-qadam. Farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Keksalar ko'pincha idoraga borishga qiynaladi, hujjat tilini tushunmaydi. Navbatda turishga ho'li bo'lmaydi. Farzandlar, "Oyijon, dadasi sizning pensiyangizni bir tekshirtirib qo'yaylik" desa, bu katta yordam. Ba'zan birgina arxiv ma'lumotnomasi topilishi bilan oyma-oy tushadigan pul oshishi mumkin. Bu oilaviy mas'uliyat. 9-qadam. Xatoga duch kelsangiz qo'rqmang. Agar sizningcha pensiya noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qilish, davlat xizmatlari orqali ariza yuborish, ishonch telefonlariga murojaat qilish, kerak bo'lsa yuridik maslahat olish mumkin. Eng muhimi, barcha murojaatlar yozma bo'lsin. Hissiyot bilan janjal qilishdan ko'ra, hujjat bilan talab qilish kuchliroq natija beradi. 10-qadam. Har bir hujjatdan nusxa oling va alohida papkada saqlang. Mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotnomasi, tibbiy xulosa, idora javoblari, ariza nusxalari, bank tushumlari, bularning hammasi kerak bo'lib qolishi mumkin. Bugun oddiy qog'ozdek ko'rgan hujjat ertaga pensiyangizni oshirishga asos bo'lishi mumkin. Azizlar, men bugun sizga bitta muhim fikrni yetkazmoqchiman. Pensiyaga qo'shimcha to'lov, ustama yoki qayta hisoblash masalasida jim o'tirmang. Hamma narsa avtomatik bo'ladi deb kutmang. O'z pensiya ishingizni tekshirtiring, hujjatlaringizni yig'ing, yozma ariza bering va yozma javob talab qiling. Sizga tegishli bo'lmagan pulni hech kim bermaydi, lekin sizga tegishli bo'lgan pulni ham ba'zan o'zingiz talab qilmasangiz ola olmay qolishingiz mumkin. Agar bu mavzu sizga tanish bo'lsa, kommentariyada yozing. Siz yoki yaqinlaringiz pensiya qayta hisoblash, qo'shimcha to'lov, arxiv staji yoki ustama masalasida muammoga duch kelganmisiz? Tajribangiz boshqalarga yordam beradi. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensioner qarindoshlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot bir oilaning oylik daromadini oshirishi, bir keksa insonning dori-darmoniga, oziq-ovqatiga yoki kommunal to'loviga real yordam bo'lishi mumkin.